otajoningizni qadrlariga qanchalik yetdingiz? Yeta olmadim-de. Dadam rahmatli o'tib ketdilar. Ota-onada hech kim bo'la olmas ekan-de. Inson uchun eng yaxshi odam o'sha ota-ona bo'lar ekan. Shu. Otangizga necha marotaba yaxshi ko'rishingizni aytgansiz? Aytmaganman-da shu. Lekin dildan aniq his qilganmiz, lekin yoshligimizda aytganmiz, keyin katta bo'lgandan keyin bir odamda bir nima bo'ladimi? Lekin hozir kenja o'g'lim har kuni yozyapti. Oyijon, sizni juda yaxshi ko'raman, men sizni sog'indim deb. Keyin yig'layman o'shani o'qib, ana telefon qilsa. Onajon, siz uchun armon bo'lib qolmadimi mana shu gaplar? Конечно, Yoki-da albatta armon. sizni armoningizni farzandlaringiz ushaltirishyapti. Ha, shunaqa. Agar shunchaki tasavvur qiling, otajoningiz bir lahzada sizni oldingizda bo'lsalar, nima qilgan bo'lardingiz? Yaxshi ko'rishimni aytgan bo'lardim. Dadajon